14-bob. Yahudiylarning o'tib ketish va Petrnan heyitiga 2 kun qolgan edi. Oliy ruhaniylar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysoni hiyli bilan tutib, uchiqtirib yetishning chorasini izlashdi. Ular bu ishni yet oyan kunlari qilmayli. Bo'lmasa, xalq orasida qalayimqanchilik chiqishi mumkin, deyishatdi. Hazrati Ayso Baytaniya yesida ilgari mahob kesli giribtor bo'lgan Simonning uyida dasturxonda o'tirayotganda, ichiga qimmatli sop sumbul atri qo'shilangan, oq qosh teshidan yasalgan qutini tutgan bir ayol kirib, qo'ldagi qutini ichib, ichidagi atirni Hazrati Aysoning beshiga quydi. Ba'zilar buningga xobi bo'lib, bir-biriga xushpuroq atirni bundaq isrof qilganning nima foydasi? Bu atirning qimmati 1 yillik kirimimizga tang keladi ekan. U setilib, puli kambag'allarga berilsa bo'ladi, deyishib, ayolga topitani qilishga boshladi. Ayolning ixtiyoriga qo'yib etinglar. Uni xijil qilib nima qilasizlar? U men uchun yaxshi ish qildi. Kambag'allar doim oranglarda, ularga qolgan vaqtda yordam qila olaysizlar. Lekin men oranglarda doim bo'lmayman. Ayol chomi yetadigan ishni qildi. Mening dafn qilinishimga tayyorlik yuzasidan badanimga oldin ola atir surkab qo'ydi. Bilib qo'yinglarki, xushxabar dunyoning qayerida yetkazilsa, bu ayol aslinib, uning qilgan ishi tilga elinadi, dedi Hazrati Ayso ularga. Shu vaqtda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahuda Ishqariyot Hazrati Aysoni tutib berish maqsadida oliy ruhaniylarning yeniga bordi. Buni anglab, oliy ruhaniylarning gul qaqalari ichilib ketdi va uningga pul berishga va'da qilishdi. Yahudamu Hazrati Aysoni ularga tutib berishga fursat izlashga boshladi. Petrnan heyitining 1-kuni, ya'ni o'tib ketish heyitining qurbonlik qilingan kuni, shogirdlar Hazrati Aysoning yeniga kelishib, o'tib ketish heyitining tomig'ini qayerga berib tayyorlashimizni xohlaysiz, deb so'radi. U shogirdlardan ikkilanni mundaq deb oldin avatdi. Yerusalimga kiringlar. U yerda ko'zni sutishayotgan bir erkishni uchirtsizlar. Uning kaynidan minib, u odam kirgan uyning egisiga, ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish heyitining tomig'ini yeydigan mehmonlik uy qayerda, deb so'rayotdi, denglar. U sizlarni ustungi qavatdiki ratlik jobdib qo'yilgan bir ig'iz cho'ng uyga boshlab chiqdi. Mana shu uyda heyitning tomig'ini tayyor qilinglar. Shogirdlar yo'lga chiqib shaharga kirdi. Hamma ishlar Hazrati Aysoning aytganidek bo'lib chiqdi. Ular shu yerda tomoqni tayyorlashga kirishdi. Kashqurun Hazrati Ayso 12 shogirdi bilan kelib, dasturxonda o'ltirib, taom ustida. Bilib qo'yinglarki, men bilan bilig'izlanayotgan sizlarning oranglardagi biraylan menga sotqonlik qiladi, dedi. Bu so'z ularni qayg'uga soldi. Ular bir-birlab, men emasdiman, deb so'rdi. Hazrati Ayso ularga, menga sotqonlik qilguvchi, qo'ldagi nonni men bilan birga taqsir to'girgan 12 shogirdning ichidagi biridir. Inson o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tadi. Lekin uningga sotqinlik qilgan kishining holiga voy. U odam tug'ilmagan bo'schu koshki, dedi. Ular tomoq yeyishayotganda Hazrati Ayso bir nonni qo'liga ilib, shukr etgandan keyin uni o'shitib turib, shogirdlarga berdi va "Elinglar, bu mening tenim", dedi. Ondan u qo'lga bir jom ilib, Xudoga shukr etgandan keyin uni shogirdlarga sundi. Hammaylar uningdan ichishdi. Bu mening nurg'un odamlar uchun to'kilib, Xudoning ahdisini tuzadigan qenimdir. Bilib qo'yinglarki, Xudoning podshohligida yangicha sharobdan ichmaguncha bundaq sharobni hargiz ichmayman, dedi Hazrati Ayso. Ular Madiya naqsini etgandan keyin talog'i chiqib, zaytun teg'iga qarab ketishdi.
Bu çağda Hazreti İsa şagirdlarga "Hamminglar meni tashlab ketishsizlar. Chunki muqaddas yozmalarda Xudo qo'ychini urib o'ltiraman, qo'ylari patparoq bo'lib ketidi" degan. Lekin men tirilgandan keyin Galileyaga sizlardan burun boraman dedi. Petrus uningga "Hammanglar sizni tashlab ketsinmi? Men hargiz tashlab ketmayman" dedi. Bilib qo'yg'inki, bugun kecha g'o'raz 2 qitim chilashdan burun sen mendan 3 qitim tanisan, dedi Hazreti İsa. Lekin Petrus texmo qat'iy talaffuz bilan "Siz bilan birga o'lishga to'g'ri kelsa-mu, sizdan tanmayman" dedi. Qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi. Keyin ular Getsemane degan bir yerga keldi. Hazreti İsa shogirdlarga "Men duo tilovat qilib kelguncha mushu joyda o'ltirib turinglar" dedi. U Petrus, Yaqub va Yuhannani birga elib mangdi. Bu vaqtda uni qayg'u besib, ko'ngli qattiq beorom bo'lishga boshladi. U "Jenim chiqib ketdigandek g'am qayg'uga patdi. Sizlar bu yerda qilib ho'shyor turinglar" dedi. Va sal neriroq berib, yerga bosh qo'yib, mumkin bo'lsa, u kunning o'z beshiga kelmasligiga duo qilib, "Ey suyimlik ota, hammaga qodirsan. Bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin" dedi. U 3 shogirdning yeniga qaytib kelib, ularning mugdab qolganligini ko'rib, Petrusga "Hey Simon, uxlavatamsan? Biror soatmi o'shar turolmadingmi? Eziq turilishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar. Ko'ngil xolaydi, lekin tan ojizdir" dedi. Ondan u yana berib, burunqi so'zlarni takrorlab duo qildi. U shogirdlarning yeniga qaytib kelganda, ularning yana mugdab qolganligini ko'rdi. Chunki ular ko'zlarini ocholmay qolgan edi. Ular Hazreti İsa'ga nima deyishini bilmay qoldi. Hazreti İsa 3-chi qitim ularning yeniga qaytib, "Sizlar texshi dam elib uxlavatamsizlar? Bo'ldi bas amdi. İnson o'g'lining gunohkorlarning qo'liga topshirilgan vaqt soati yetib keldi. Qopinglar, ketayli. Mana manga sotqinlik qiladigan kishi keldi" dedi. Hazreti İsa'ning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdning biri bo'lgan Yahuda keldi. Uning yanida oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar tarafidan avatilgan, qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi. Hazreti İsa'ga sotqinlik qilgan Yahuda ularga olliburun "Men kimni so'ysam, İsa shu. Sizlar uni tutib, qattiq muhofazat ostida edib meninglar" degan va so'yish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U uddul Hazreti İsa'ning oldiga berib, "Ustoz" deb uni so'ydi. Shu chog'da u boshlab kelganlar Hazreti İsa'ga qo'l silib, uni tutqun qildi. Hazreti İsa'ning yenikilardan biri qilichini sug'urib, bosh ruhoniyni chaqirg'i urdi. Qilich chaqarning qullig'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Hazreti İsa "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib, meni tutqili kapsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Har kuni markaziy ibodatxona hoylarida sizlar bilan birga bo'lib ta'lim beratdim. U chaqda tutmadinglar. Bu ishlarning yuz berishi muqaddas yozmalarda oldin aytilganlarning amalga oshirilishi bo'ldi" dedi. Bu chaqda shogirdlarning hammasi uni tashlab qechib ketishdi. Hazreti İsa'ning kaynidan faqat uchsiga kandirroq yepinchoqlab olgan bir yosh agishib bongan edi. Ular uni tutib oldi. Lekin u rahning ichidan sug'urilib chiqib, yalang'och peti qechib ketdi. Ular Hazreti İsa'ni bosh ruhoniyning oldiga elib berishdi. Bütün oliy ruhoniylar, oqsoqollar va Tavrat ustozlari u yerga yig'ildi.
Petrus Hazreti Aysoga toki bosh ruhoniyning hovlisigacha yiroqdan agishib berib, hovlida qarovullar bilan birga isinib o'ltirdi. Oliy ruhoniylar va butun oliy kengashma a'zolari Hazreti Aysoni o'lim jazosiga mahkum qilish uchun isbot izladi, ammo topolmadi. Bir muncha yolg'on guvohchilar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, isbotlari bir-biriga moslashmaydi. Ularning ba'zilari o'rnidan turib, yolg'on guvohlik berib, biz uning inson qo'li bilan yasalgan bu ibodatxonni buzib tashlab, inson qo'li bilan yasalmagan boshqa bir ibodatxonni 3 kun ichida yasab chiqaman deganligini angladik, dedi. Lekin bu haqdagi guvohliklarmi bir-biriga moslashmadi. Ondan bosh ruhoniy o'rnidan turib, jamoatning oldida Hazreti Aysoga: "Qani, javob bermamsan? Bularning sening ustidan bergan guvohliklarga nima deysan?" dedi. Lekin Hazreti Ayso shu turib, hech qanday javob bermadi. Bosh ruhoniy yana uningdan: "Matiyilinishga loyiq bo'lgan Xudoning o'g'li, qutquvchi Masih senmi?" deb so'radi. "Ha, men", dedi Hazreti Ayso. "Sizlar inson o'g'lining Qodir Xudoning o'ng yonida o'tirganligini va ko'kdagi bulutlar ichida keladiganligini ko'rsizlar." Bu so'zni anglagan bosh ruhoniy kiyimlarini yirtib tashlab, "Endi boshqa hech qanday guvohchining hojati qolmadi. Sizlar uning kipriklarini angladinglar. Endi buningga nima deysizlar?" dedi. Ular birdak uningga o'lim jazosi tegishlik deb hukm qilishdi. Ba'zilari uningga tukirishga boshladi. Ular yana uning ko'zlarini bog'lab, mush etib, "Payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deyishdi. Qarovullarmi uni orsiga elib qochatladi. Petrus tuvandagi hovlida turadi. Bosh ruhoniyning dedaklaridan biri kelib, isinib o'ltirgan Petrusni ko'rib, uningga tiklinib qarab, "Senmi Nasralik Ayso bilan bir eding-ku?" dedi. Petrus buni inkor qilib, "Sening nima davatqanligingni bilmadim, ham tushunmadim", dedi-de, tashqariga darvozaning oldiga chiqib turdi. Shu asnoda g'o'ros chilladi. Uning tashqarida turganligini ko'rgan yilqi dedak, u yerda turganlarga yana, "Bu uning odami-ku", dedi. Petrus yana inkor qildi. Birozdan keyin u yerda turganlar Petrusga yana, "Shubhisizki, sen uning shogirdlarining biri, talaffuzingdan sening jalillik ekanliging chiqib turmamdi", deyishdi. Petrus qasam qilib, "Sizlar davatgan odamni tonimayman, bo'lmasa meni Xudo ursin", dedi. Dal shu chog'da g'o'ros ikkinchi qitim chilladi. Petrus Hazreti Aysoning o'ziga, "G'o'ros 2 qitim chillashdan burun sen mendan 3 qitim tonisan", degan so'zni esiga elib, ko'ngli buzilib, yig'lab ketdi.